Hiç kana ben hiç mi şey meyveden komünistler olmasın. Kafir xali. Endi Maqburanni o'qimaydi. Uni o'qimaydi. Ular ma'lumot yo'q emas buningda. Uni bilmaydi masalan. Uni bilmagachga anasidan shundan qari kafir tug'ilgan. Uning cho'ng'igan muhiti shundan qari kafir pardis uylab ketdi. Uni Alloh sening sharoiting yo'q ekan deb uni bir olib jannatga qisib qo'ymaydi. Uni jahannamga ichiradi. Ammo uningda bir yomoni mushrik va ahli kitobning qatidan kafir bo'lganlar qariqtaydan yomon deydi. Chunki qariqtay bilmagachga qo'sqini baqsi bo'ldi ketdi. Ham boshqalarga ziyonkashlik qilmay o'zilar nima qilib ketdi Allohga ishonmay vayron bo'lib oxiratda yomon. Men ahli kitobchi sen musulmon sen musulmon. Boshqalarni dining nima desa alhamdulillah musulmon. Islom. Yo'g'on gapni qiladi. Eng oxirisida andiki millatni sotadi. Dushmanga ishlaydi. Oxirisida millatni vayron qiladi. Bular hamma degan. İnnellezîne âmenû ve amilu's-sâlihâti ulâike hum hayrul beriyye. Haqiqatan iman etganlar ve yarışımlıq işlerini kılganlar bular mana muşullar canlıklarning eng yaxshisi shu. İman etgan kafir bo'lmaganlar. Amali salih qilganlar. Salih amal nimada? İnsanning xalifligiga yarashadigan ishlar. İnsan Allah xalif qilib yaratdi-ku. Xalif qilib yaratgan ekan, o xaliflikka yarashadigan, ummatning manfaatiga uyg'un, millatning manfaatiga uyg'un ishlarni qila olganlar. Siz amali salih qildim deb, amali salih degandeklar aqlimizga bir necha xil ibodat keladi. Agar o qilgan ibodatlarimiz o'zimizni olg'a bostiramasa, millat manfaatini qo'lga keltiramasa, yetarli emas degan. Amel salih yeterlik emas degan. Xalifaligimizga loyiq va ummatning Muhammad alayhisalomning ummatining manfaatiga uyg'un. Ummat degan bek yo'g'on gap. Agar biz o'zimizdan da Uyg'ur millati mustamlikada qolgan bir millat kichikroqni desak, millatimizning manfaatiga uyg'un. Bunday bo'lsa, qilganlar bular jonliqlarning ichida. Jonliqlar degan nima? Yuqorisi nima canlıklarning, canavar narsalarning firishtalar var. Firishtalardan yuqor turdi deydi. Hayrul beriyye. Canlıklarning hammasini ustiga chiqadi. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mana bunda mu'minlarning mukofoti ularning Parvardigorining ularning Rabbining huzurida ularning mukofoti nima? Adin jannatlari bo'ladi. Adin jannatlari. O jannatlarning tagidan daryolar oqadigan. Adin degan biz ma'dan deymiz-ku, kanni. Kan baliqini ma'dan deymiz. Ma'dan degan adinning toplashib bir yerga berikka yeri deydi. Adin degan ashnat bayliq. Bir xil bayliqning to'plangan yerini adin, ma'dan deydi. Oxiratga borgan bu iymon etgan va yarashimliq amallarni qila olgan kishilar adin jannatlarda bo'ladi. Bu jannatda jannatning ko'plik kelishi jannatdagi adin bekjiq. Turi bekjiq. İnsanning qiliqiga loyiq turlari bor. Hem insanların derecelerine layık. Emel salihinin türü. Adnan mı kelimesi şunu olacak? Cennetin üstü. Adın cenneti. Adnan deyilgan cennetin adı yok. Adın var. Adın cenneti var. Adnan diyen şu adının işkilik şekli. İşki adın deyin gibi. Adnan deyin. Şu adın cenneti diyen bütün baylıqlarning, bütün qimmatga yaraydigan narsalarningki javri to'plangan yeri deydi. Mesela alma desak, xas. Almanın eng oliy sortiga to'plangan joy. Üzüm desek, üzümning eng oliy yuksak sortiga bir yerga to'plangan joy.
aqlimizga qanday ne'mat kelishidan qat'iy nazar shu ne'matning eng yuqori darajasining hozir biz aqlimizda tasavvur qilolmagan darajadagi yuqori martabasiningki shu to'plangan joyi adin jannatlar. 7 xil jannatning eng ustuni olanlardir. 8 xil sizlar. 8 xil. Eng topsi Firdavs. 8 xil. Firdavs 8 xil. Eng ustidagi jannat deb hadis shunday deydi. Ma adin va'daki naz ne'matninki cheksizligi va sifatining yuqorligini bildirish uchun kelayotgan adin. Ma'dandan kelayotgan. U tugib ketadigan emas. Ma'dan o'xshash shunda tugimas. Jannat adinda bo'ladi. Ularning bu adin jannatlarining tagidan anharlar oqadi. Anhar degan nima? Biz ariq o'stam deymiz, daryolar deymiz. Ko'pincha yerda suv oqadi deydi. Millat suvli shart emas. As-Sura Muhammad alayhissalomda nima deydi? Fiha anharun min ma'in ghayri asin va anharun min asalin musaffa va anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin. Va dik anharlarni sutdan daryolar, hasaldan daryolar, sharaplardan tayyorlangan daryolar insonning ko'ngli nima tarsa ashula oqadigan daryolar bor. Faqatlam tegidan daryo oqib turadigan desa, ma dunyoning bog'chalardek tegidan shiriq suv oqib turadiganlar emas. Suvmi bor, u suvmi ma dunyoning suvlari o'xshamaydigan jannatga loyiq suvlar. Ammo u oqadigan narsa u suv emas. Hasalni oqib turadigan, sharaplar oqib turadigan her türlü içimliklerinin hemmisi ma dünyada deryoda suv oqqanda eqib turadigan jannatlar. Ma'dan ya u hamma narsaning manbai. Xolidina fiha abada. Bular bu jannatda abadil abad qoladi deydi. Jahannam kega yaqin yerda xolidina fiha deb to'xtab qoladi. Mu'min abadan yo'q. Jahannamga chirdiganlarga qaraganda xolidina fiha yo'q. Ma jannat kichiganda xolidina fiha abada bor. Nima uchun degan vaqtda jahannam Allohning rahmatining sirti bir yer. Şu Allah'ın o'zining huzuriga olmag'achqa jahannamni mehnat, sesiq, azob uqubatlik ya bo'lg'achqa Allohning rahmatining sirtiki ya bo'lg'achqa uyaga chegarlar abadiy qoladi, ammo uning abadiyatininki majhul, qanday abadiyat qilishi. Ammo jannatga chegarlar Allohning rahmat doirasiga chegarlik uchun Allah cheksiz ya abadil abad. Uning cheki olmaydi Allohning. Allah'ın rahmet dairesiga chegan mu'minlar ulan şu abadil abad qiladi. Şu böyle abada kelimesininki ayrım kelishinin sebebi şu. Radiyallahu anhum ve radu an. Bu cennetki chegan chaqda Allah'ın ulardan razı bo'lgan, ularni Allah'dan razı bo'lgan holatda. Böyle bir ölçemni Allah deb birvatidir. Bir sahabe Peygamber Aleyhisselam'ın qashini kelib shunday so'raydi: "Ya Rasulullah, Allah meni yaxshi ko'ramdi, ko'mimni qanday bilaman?" desa, Peygamber Aleyhisselam'ın cevabı şu: "Sen Allah'ını yaxshi ko'ramsan, ko'mamsa, shuni qarab qatsan bo'ladi. Allah senin qalbingda qanchalik yer bo'lgan bo'lsa, o'rni, sen Allah'ın qalbida shunday o'rnaga. Yani Allah eğer o'zingni yaqin his qilsang, Allah'ni yaxshi ko'rsang, Allah degan ism chiqqan vaqtda qalbing ko'p atadigan, Allah muhabbat qalbingda bo'lsa, Allah seni yaxshi ko'rdi degan gap. Ammo Allah'ni yaxshi ko'rmayman, Allah'ning bandasi musulmon deb qo'yib, Allah desiga harom bo'lmasa, Allah'ning rasuli desiga harom bo'lmasa, o'zing qo'rqib gap degan gap. Shuning uchun bu odamlar ular Allohdan rozi bo'lgan holatda Allah'ın ulardan razı bo'lgan holatda jannatda abadiy qoladi. Shuning uchun insonning qalbi qasovatlashib ketgan vaqtida o'limni o'ylasa qo'rqib ketdi. O'lmasam bo'ldi. O'lim deydigan narsa bu bo'lmasa ekanda. Demak, gunohga qalbi qasovat meynatlashib ketganda o'limdan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Ammo ruhi pokizlanib Alloh muhabbati kuchlangan chaqda o'limdan qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Xuddiki bir tamning keyindan o'slam o'zining oilasiga qo'shildigandek sig'inib ketgan edimiga
uluş üçün bir tağını oqat göstərsəm, şunun bilan kürüşidigan bolsa-da qoqmay yaxşı his qıladigan, şunun oxşagan qoqmaydigan bo'lib qoladi. Bu haqiqatni isbotlash uchun yana oyat kerak. Sura Baqarada muba boshqa yerdan bu oyat Allah Yahudilar shunday deydi. Ular nahnu abnaullohi va ahibbau. Biz Allohning o'g'illari va Allohning do'stlari deb da'vo qiladi Yahudilar. Shu chaqda Allah nima deydi? Fatamannawul mauta in kuntum mu'minin. Ölümni arzu qilib taqamaqan agar sizlar asl bo'lsanglar. Mu'min bo'lsanglar